Salom. Shu yergacha keldingmi, demak senda o'zgarishga xohish bor va dunyoning eng top 1% bo'lishga tayyorsan. Bilaman, hammaning o'ziga yarasha muammolari bor. Qaysidir biring maktabni bitirib nima ish qilaman yoki qayerda o'qiyman deb o'ylayotgan bo'lsang, qaysidir biring institutni tamomlayotganing, lekin tayinli ish topa olmasliging haqida bosh qotiryapsan. Va yana kimlardir oladigan juda ham kam maoshi orzularni amalga oshira olmasligini allaqachon tushunib yetgan. Shu yerda senga bitta savol beraman. Bularning barchasi nahotki senga sun'iy tuyulmagan. Maktabda o'qib yurganingda daftaring ustida qimmat mashinalarga erishish hozir senga ilojsiz yoki orzudek tuyulyapti. Abdurahmon, men realistman deysanmi? Yo'q, sen matrisachi, ya'ni tizim ishidasan. Bolaligingda o'ynagan Snake o'yinida nega ilon faqat gorizontal yoki vertikal harakatlangan? Nega u diagonal bo'yicha yoki aylanma harakat qila olmagan? Ha, to'g'ri topding, chunki o'yinni dasturchilar shunday dasturlagan. O'sha o'yinda yana bir narsa bor. Ilon katta bo'lgani sari imkoniyatlar kamayib, uning yo'llari cheklanib boradi va oxirida o'ladi. Bu senga nimadir eslatayaptim. Dunyoda shunday odamlar bor. Ular sendek yoki sen biladigan insonlardek qaysidir davlat vizasini yoki green card lotereyasini kutishmaydi. Ular orzularini amalga oshirish uchun hayotini xavfga qo'yib, Meksika chegarasida timsohlarga yem bo'lishmaydi. Ular sen bolaligingda orzu qilgan, lekin hozir sening realistik nazariyalaringga umuman qarshi chiqadigan chegaralarni, to'siqlarni butunlay istaganlaricha buzib o'tishadi. Ular kim bilasanmi? Ha, ular top 1% odamlar. Ular o'yin qoidalariga bo'ysunguncha o'zlari o'yin qoidalarini yaratishadi. Sen ham bu top 1% ga kirmas ekansan, orzularingga ular qo'ygan chegaralarni qo'yishda davom etaverasan. Va afsuski, ularning hech biri senga buni qanday qilishganini to'liq o'rgatishmagan. Men ularning biri bo'lsam ham hozir seni ro'parangda turibman. Menda market kapitalizatsiyasi 500 million dollarga teng Crypto Miners kompaniyasi bor. Menda qiymati 200 million dollarga teng Pinling loyihasi bor. Ya'ni men ularning asoschilaridan biriman. Lekin hozir ro'parangda turgan odamning vaqtida katta rejalardan boshqa, orzulardan boshqa hech vaqosi bo'lmagan. Sana esa o'zgarish to'pasiga qadam qo'yayotganing bilan tabriklayman. Ko'zingga millionlab dollarlarni ishlash juda ham qiyin bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ishon, men boshlaganimda hattoki sandan yomon ahvolda bo'lgan. Hattoki senda bu yo'lni boshlash uchun, bu yo'lda birga yurish uchun yo'ldoshing, ya'ni men borman. Menda hatto o'zim ham, o'zimga o'xshagan inson ham bo'lmagan. Tushunganingda sen men boshlaganimdan yaxshi holatdasan. Endi esa top 1% secret loyihasiga kirsan, nimalarga erishasan? Kirmasang nimalarni yo'qotishing haqida gaplashamiz. Top 1% secret bu shunchaki sen odatlangan kurs emas. Bu yerda hammasi sening transformatsiyang uchun yaratilgan. Top 1% secret orqali meni bu darajaga olib chiqqan yo'limni o'rganasan. Hattoki men sening muvaffaqiyat yo'lingni sen bilan qayta bosib o'tishga tayyorman. Ichkarida seni hayotingni tubdan o'zgartirib yuborgan 30 dan ortiq darslar, sen alternativni topa olmaydigan streamlar, qadamma-qadam rivojlanishing uchun challengelar, hech qanday senzura chegaralarsiz ochiqchasiga gaplashiladigan savol-javoblar, men bilan offline va onlayn yopiq uchrashuvlar va yirik network kutib turibdi. Transformatsiya bu kichik jarayon emas. Bu uchun senga oylar, balki to'liq yil kerak bo'ladi. Lekin aniq ayta olamanki, yopiq kanalda o'tkazgan har bir kuning seni kuchli versiyangni yaratishni ta'minlaydi. Top 1% secretda men senga biznes fikrlashni, o'z biznes loyihalaringni yaratishni, to'liq haqiqiy keyslar va faktlar bilan o'rgataman. Hamda har oy bitta kuchli loyiha egasini tanlab olib, biznes boshlash uchun investitsiya taqdim etaman. Bu balki 200-300 ming dollar bo'lishi mumkin, lekin buni farqi yo'q. Bu hali hammasi emas. Har oyda top 1% qatoriga kirishga dadil qadam tashlayotganlardan birini tanlab olib, bitta avtomobil sovg'a qilaman. Lekin unutma, bu yopiq kanalda sen erisha oladigan eng katta narsa bu sening mutlaqo yangi dunyoqarashga ega muvaffaqiyatli versiyang bo'ladi. Bu dunyoda hamma narsaning qiymati bor, lekin bu dunyoda eng qimmat bo'lgan narsa, ya'ni qiymati eng ulug' bo'lgan narsa bu vaqt. Men shu vaqtimni senga ajratishga tayyorman. Kungacha sen uchun hammasini Telegram hamda YouTube orqali hech qanday qiymatsiz berib keldim. Afsuski, ko'pchilikdan javob juda kam ko'rishlar va jiddiy qadam tashlamaslikdan iborat bo'ldi. Shu sabab yagona sendan menga kerak bo'lgan narsa bu jiddiylik va vaqting. Aslida sana rostdan ham jiddiyligini ko'rish shu yopiq jamiyatga kichkina qiymat belgilagan. Sen berayotgan qiymat aslida communitydan oladigan qiymating oldida hech narsaligini bilasan. Lekin o'qimasang, o'sishga ixtiyoring bo'lmasa, harakating bo'lmasa, buni baribir befoyda. Qara, erkak kishi hayotda qaror qabul qilish kerak. Bu qaroring seni hayotingni keyingi 6 oy, 1 yilni olishi mumkin, lekin butun dunyoni o'zgartirib yuboradi, butun hayotingni o'zgartirib yuboradi. Dalshi borib ko'chada do'stlaring bilan sang'ib o'sha beriladigan pulni sigaret chekib yoki kim qanaqa narsalarga yo'qotib yuborishing mumkin, lekin asosiy narsa bu dunyoda seni o'zgartiradigan narsa. Ilmda tasang hech qachon afsuslanmaysan. Tushun, ichkarida seni haqiqiy ertakcha muhit, mani tamoyillarim, pul, kuch, aql, bilim
hammasi kutib turibdi. Agar sen kuchli, aqlli, moliyaviy erkin versiyangni, haqiqiy erkak versiyangni yaratmoqchi bo'lsang, ichkarida seni kutaman.